Video boshida sizlarga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ushbu kanalda reklama va hamkorlik xizmatlari mavjud. Servisingizni yoki kanalingizni reklama qilib beramiz. Qiziqqanlar bemalol kommentariyadagi yoki opisaniyadagi silkadan o'tib narxlar bilan tanishib chiqishlari mumkin. Ismim Suhrob va bu ishni qilganim, ya'ni bu xatom hayotim davomidagi eng katta qilgan xatolarimdan biri edi. Men bir do'stimning uyida qiziqarli va kulgili lift haqida film ko'rgandik. Shundan so'ng men uyimga keldim va o'sha qiziqarli, kulgili tuyulgan film menda qo'rquv uyg'ota boshladi. Bizning kvartira eng pastda edi va yaxshi jihozlangan domimizda lift mavjud edi. Men uyga kirishimdan avval amakimni ko'rib qoldim. Amakim ko'p ichgani sabab yotgandi. Uning xotini esa do'stini uyida mehmonda edi. Men amakimni uyg'otib yubormaslik uchun sekingina koridorga chiqdim va liftdan foydalanishga majbur bo'ldim. Qo'limda telefonim bilan o'sha voqeani eslardim. Lift chaqirdim va nihoyat lift ochildi. Hammasi oddiy tuyulardi, ammo men o'zimga savol bera boshladim. Men o'zi buni qilishim kerakmi? Nima bo'lsa bo'ldi deb liftga mindim va raqamni tanladim. Men bu hikoyani aytib beryapman chunki boshqalar ham mendek xato qilib qo'ymasliklari uchun. Shunda men 5-qavat bilan bog'liq bir-ikki qo'rqinchli hikoyalar eshitgandim va men buni qanchalik darajada qo'rqinchli ekanini bilib tursam ham nimagadir bu ishni qilishga qo'l urdim. Ich-ichimdan qo'rqib turardim. Ammo 5-etaj tugmasini bosdim va bizda lift doim har bir etajda to'xtab bir marta ochilardi. 3-etajga kelganda men juda ham qattiq tushkunlikka tushib qoldim va to'xtatish vaqti ekanligini bilib to'xtatish tugmasini bosganimda lift 3 va 4-etajlar orasida tiqilib qolganini his qildim. Men juda ham qo'rqardim va nima bo'lganini bilmasdim. Shundan so'ng orqaga qaytish tugmasini bosdim va lift ishladi. Bu esa meni biroz tinchlantirdi. Ammo keyin lift eng pastki etajga tushishiga ozgina qolganda joyida to'xtab qoldi va qo'rqinchli ovozlar chiqara boshladi. Men bir narsadan juda ham qo'rqardim. Nahotki bu liftning zanjirini uzib qo'ydim va men qo'rqqanimdan ko'p marta yordam tugmasini bosdim, ammo keyin lift eshigi birdan ochildi. Shunda men atrofga qaraganimda hamma joy qorong'u va bo'sh xonadan iborat joyga kelib qolganimni his qildim. Lift eshigini yopish tugmasini qayta bosardim. Shu daraja qo'rqib ketganimdan peshonam terga to'lib ketgan edi, ammo menda hech qanaqa iloji yo'q edi. Men qorong'ulik tomon salom dedim, ammo mening ovozim faqatgina o'zimga qaytib kelardi va boshqa hech nima eshitilmasdi. Shundan so'ng 1-2ta chiroqlar lip qildi va hamma joyini yoritdi. Bu yer xuddi ofisdagi omborxonaga o'xshardi. Xona juda ham qo'rqinchli, sariq devorlar va polda ho'l joylar mavjud edi va bu bino shunchaki juda ham yomon hid tarqatayotgandi. Men shunda ikkinchi eng katta xatoni qildim, ya'ni lift buzildi deb o'ylab undan tashqariga chiqdim. Bu esa eng katta ikkinchi xatoyim edi. Men backrooms tomon yura borardim va tez orqamga qarab qo'yardim, chunki liftdan qanchalik uzoqlashib ketganimni bilish maqsadida shu ishni qilardim va qo'rquv meni haligacha tark etmayotgandi. Shunda Xudo biladi 15-20 minut yo'l bosdim va yo'limdan bir ayolga duch keldim. U menga orqasini qaratib o'tirardi va bu holat menga uning yuzini ko'rishda xalaqit berardi. Undan g'alati tovushlar chiqardi va u yig'lab o'tirardi. Men uni chaqirdim. "Xonim, ahvolingiz yaxshimi?" Menimcha u meni eshitmadi va keyingi safar yanada balandroq chaqirdim. "Xonim,
Sizga gapiryapman, ahvolingiz yaxshimi? U darhol yig'lashdan to'xtadi va mendan uzr so'ray boshladi. Xonim, axir bu nimasi deganimda u meni kechiring dedi. Va men yana so'radim. Men sizni birinchi marta ko'rib turibman. Nimaga kechirim so'rayapsiz deb aytdim. U esa sizni qoningizni xohlayotganim uchun meni kechiring dedi va o'rnidan turdi. Men qornimda juda ham katta og'riq his qildim. U o'rnidan turishi bilan hamma chiroqlar o'chib qoldi. Hamma joy zulmatga cho'mdi. Men juda ham qo'rqib ketdim. Nima, yana qorong'ulikda qolib ketdimmi? Men nimanidir juda ham yomon his qilardim. Ya'ni qo'rquv va o'lishim mumkinligi haqidagi o'ylar meni tinch qo'ymasdi. Va shunda chiroqlar yonib qoldi. Shu zahotiyoq esa chiroqlar yondi. Ammo endi u orqaga qayrilgan va menga tikilib turardi. Bu qo'rqinchli nigohni unutishim anchagacha qiyin bo'ldi. Men undan shunchaki qo'rqardim, chunki uni sochlari hilpirab turar va shunchaki juda ham oriq oyoqlari bor edi. Va shu voqeadan so'ng u kula boshladi. Shunaqangi qo'rqinchli kulardi va u bir gapni aytardi. Men senga qilmoqchi bo'lgan narsamdan afsuslanaman dedi va meni ortimdan quva boshladi. U shunchalik tez yugurardiki, men bu tezlikni ko'rishga ulgurmadim va baqirib yubordim. U meni pastga qarab quvib ketardi, men esa jon jahdim bilan qochardim. Juda ham qo'rqib ketgandim va mening miyamda faqat bir narsa aylanar edi. Tezroq liftni topsam, uni ichiga kirib jonimni saqlasam. Men iloji boricha tezroq yugurishga harakat qilardim. Shunda chiroqlar yana lipillay boshladi. Men juda ham qo'rqqan edim va shu daraja tez yugurardimki, men buni tasavvur ham qila olmasdim. Xona sovuq shamol va sariq devorlar qora suyuqlik bilan to'la boshladi. Hattoki meni boshimning ustiga ham bir-ikki tomchilar tushardi. U ayol meni orqamdan baqirib, sen baribir qochib keta olmaysan deyardi va meni quvishda davom etardi. Men shu darajada qo'rqqanimdan yugurardimki, xonani u burchagidan bu burchagiga va bu burchagidan u burchagiga yugurardim. Chunki menimcha o'zimni labirintda tushib qolgandek his qilardim va bu yerda chiqish yo'qligini o'ylardim. Ammo oxirgi soniyalarda liftning ovozi eshitildi. Men liftga qarab yugurardim. Ammo tirik qolish uchun shansim har soniyada kamayib borardi, chunki lift eshiklari yopila boshlagandi. Shunda boyagi la'nati ayol orqamdan yana baqirdi. Sen baribir qochib keta olmaysan va men bundan dahshatga tushardim. Meni faqatgina bitta maqsadim bor edi, tezroq liftga kirib bu jin urgur joydan qochib ketish. Men o'zimga o'zim baqirib va'da berardim. Tezroq yugur, sen buni uddalaysan, sen bu yerda tiqilib qolmaysan va sen bu yerdan qutulasan deb. Shunda liftga yaqinlashardim va reflekslarim tufayli men liftga ulgurib qoldim va lift tashqarisidan bu ayolni kelayotganini ko'rib turardim. Bu juda qo'rqinchli. Shunda lift eshiklari yopildi va men o'z xonamda uyg'ondim. Oldimda esa amakim va uning xotini turardi. O'sha kecha amakim meni baqirganimni eshitgan va meni xonamdan topolmagach liftga qaragan va u yerda meni xuddi jonsiz yotgandek ko'rgan. Unda hech qanaqa g'oya yo'q edi. Ya'ni u bilmasdi menga nima bo'lganini. Shunda men hayratda qoldim va ular mendan nima bo'lganini so'rashdi. Men esa hammasini aytib berdim. Ya'ni men shunchaki liftda o'ynash uchun chiqqanimni va lift buzilib qolganini tushuntirib berdim. Ammo men ularga qolaversa hech kimga Backrooms va o'sha la'nati ayol haqida gapirmadim. Menimcha hamma Backrooms haqida eshitgan. Bu yer tugamas somon yo'liga o'xshaydi va Backroomsni ko'pchilik tushlarida ko'rgan. O'ylashganki,
Men Backroomsda yolg'izman. Unutmang, agar tushingizda Backroomsni ko'rsangiz, siz yolg'iz emassiz.